Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari, kurash ishqibozlari. Farg'ona shahridagi amfiteatr binosida bo'lib o'tayotgan belbog' kurashi bo'yicha birinchi xalqaro turnirdan bag'ishlangan ko'rsatuv va reportajlarimizni boshlaymiz. 8 davlatdan kelgan polvonlar ishtirokida o'tayotgan xalqaro turnirda mana 90 kg vazndagi polvonlarning chiqishlari davom etmoqda. Shu narsani ham ta'kidlab o'tish kerakki, bugun bo'lib o'tadigan mana shu yirik xalqaro turnirda mamlakatimizning ko'plab viloyatlaridan to'plangan taniqli polvonlar qatorida Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Bangladesh, Pokiston, Koreya, Tojikiston, Qirg'iziston hamda Mo'g'ulistondan kelgan polvonlar ishtirok etishlari lozim. Gilamda esa 90 kilogramdagi polvonlarning ishtiroklari davom etmoqda. Ko'k kiyimda namanganlik Shuhrat Toshpo'latov, yashil kiyimda esa Toshkent shahri vakili Zohid Ortiqov. Aynan kurash muxlislari yaxshi bilishadi. Yurtimizda o'tkazilgan katta kurash bayramlarida Zohid Ortiqov ijrosidagi chiqishlarni biz tomosha qilganmiz va aynan bu polvonning imkoniyatlari qay darajada ekanligi ham ma'lum. Hozir esa hakamlar sust kurashganligi uchun bu yerda ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bermoqda. Demak, qisqa vaqtlar ichida ustunlik hozircha yashil kiyimli kurashchi tomoniga o'tdi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Farg'ona shahrida bo'lib o'tadigan mana shu turnirga qiziqish juda yuqori bo'lgan. Mana hozir qo'llanilgan yana bir kichik usul bu yerda chala bahosi bilan baholandi. Shunday qilib toshkentlik Zohid Ortiqov g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 90 kg vazndagi polvonlar bahsi davom etadi. Mana ko'k kiyimda andijonlik Zohid Jumaqulov, yashil kiyimda esa farg'onalik Bahodir Hasanovlar o'rtasidagi bahslar hakamlar tomonidan boshlanmoqda. Ekranda ikki polvonimizning ishtiroki 90 kg vazndagi g'oliblikka asosiy da'vogarlaridan biri Zohid polvon va Zohid Jumaqulov tomonidan qo'llanilgan mana bu usul 10 soniyada g'alaba keltirdi. Shunday qilib yana bir taniqli polvon 90 kg vaznda g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. ...90 kg vazndagi polvonlar bahsida ishtirok etadigan Akmal Abdullayev namanganlik pahlavon, ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa andijonlik Muhiddin Ashurovlar o'rtasidagi bahslarni tomosha qilishimiz mumkin. Shu narsani ham aytib o'tish kerakki, 90 kg vazndagi polvonlar bahsida aynan mana shu bahslarga yetib kelgunga qadar 28 nafar polvon ro'yxatga olingan edi va ulardan saralanganlari mana nimchorak final bahslariga yetib kelishdi. Uchrashuvlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, asosiy bahs Namangan, Andijon va Farg'ona viloyati polvonlari ishtirokida o'tmoqda. Qolaversa, o'z navbatida toshkentlik belbog' kurashi ustalari ham bu safar o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay oldi. Mana bu yerdagi gilam bahsi davom etgan harakatni kuzatadigan bo'lsak, ko'k kiyimli kurashchi Akmal Abdullayev sof g'alabaga erishib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Belbog' kurashida yangi qonun qoidalar, yangi yaratilgan qoidalarga ko'ra kurash harakatlari ancha faollashganligini ko'rish mumkin. Chunki ikki tanbeh ogohlantirishi bu yerda polvonlarga mag'lubiyat keltiradi, ikki chala bahosi esa g'alaba keltiradi. Mana endi 90 kg vazndagi polvonlarning yana bir juftligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'k kiyimda Nuriddin G'oziyev Namangan viloyati, yashil yaktakda Dilmurod Ruziyev. Mana shu bahslar yakuniga yetganidan so'ng yana bir juftlik bahslari o'tkaziladi va shundan so'ng biz chorak finalda ishtirok etadigan 90 kg vazndagi polvonlar ishtirokini ko'rishimiz mumkin. Kurash bahslari boshlandi. Belbog' kurashi muxlislarga yaxshi ma'lum. Endilikda mana shu kurash bahslari yangi qonun qoidalar, yangi talablar, yangi mezonlar asosida o'tkazilmoqda. Buni bir qarashda ham sezishingiz mumkin. Demak, bugun polvonlar kiyimida o'zgarish mana ko'zga tashlanadi. Chunki barcha ishtirokchilar oq tunda harakat qilmoqda. Ularning ishtonlari esa ko'k va yashil rangda ajratilgan. Mana shu qoidalarni yaratilishda belbog' kurashi faxriylari, jonkuyarlari bilan bir qatorda. Albatta, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi tomonidan
tavsiya etilgan qonun-qoidalar ham o'rganib chiqildi. Shaxsan Xalqaro kurash assotsiatsiyasi prezidenti Komiljon Yusupov tavsiyasiga ko'ra mana shu kiyimlar tavsiya qilindi va qo'llab-quvvatlanish natijasida bugun xalqaro doiralarda o'tadigan, respublikamiz doirasida o'tadigan musobaqalarda shu qoidalarga amal qilinmoqda. Mana shu bahslar davomida ham ko'p bor biz hakamlar bilan, murabbiylar bilan gaplashganimizda yangi mezonlar ma'qul ekanliklarini ta'kidlashdi. Mana bu yerda hozir gilamga qaytadigan bo'lsak, sust kurashganligi uchun har ikkala kurashchi ham navbat bilan tanbeh ogohlantirishni oldi. So'nggi tanbeh ogohlantirish esa bu yerda ko'k kiyimli Nuriddin G'oziyevga berilgan. Har birini yaxshi biladigan polvonlar imkoniyatlarini yaxshi chamalay olishadi. Shu boisdan hozir usul qo'llash biroz og'irroq, chunki Dilmurod va Nuriddinlarning chiqishlari bu bir aynan mana shu chorak finalda duch kelib qolishlari bir qandaydir tasodifiy holat, bir kutilmagan bahslarni keltirib chiqarmoqda. Va mana bu yerda yo'q, yashil kiyimli ishtirokchi tomonidan qo'llanilayotgan usul o'z yakuniga yetmadi. O'z navbatida Nuriddin G'oziyev qarshi usul qo'llay oldi va uning usuli bu safar hakamlar tomonidan chala bahosi bilan baholandi. Hozir yarim g'alaba demak namanganlik polvon tarafidan ko'ramiz. Qolgan vaqtlarda ishtirokchilarning va Nuriddin G'oziyevning mana bu usuli yana bir chala bahosini keltirdi. Mana hakamlar bahosini ham ko'rishimiz mumkin. To'qson kilogramm vazndagi polvonlarning bir qiziqarli bahsini tomosha qildik. Nuriddin G'oziyev va Dilmurod Ro'ziyevlar o'rtasida o'tgan qiziqarli bahslar o'z jozibasini keltirib chiqardi va biroz tortishuvlarga sabab bo'lgan bahslardan so'ng Nuriddin G'oziyevning qo'llagan usullari to'g'ri ekanligi hakamlar tomonidan belgilandi va bu polvonimiz g'alaba qozonib keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi esa gilamda Farg'onalik Shuhrat Somiddinov, ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa andijonlik Ixtiyor Egamovlar harakat qilishi lozim. Mana shu bahslar yakuniga yetganidan so'ng biz 90 kilogramm vaznda chorak finalda ishtirok etadigan so'nggi ishtirokchini bilib olishimiz mumkin. Ixtiyor Egamov ham mana shu vaznda taniqli polvonlardan va g'oliblikka asosiy da'vogarlardan biri. Mana bu yerda yashil ehtiyojli kurashchi Ixtiyor Egamov tomonidan qo'llanilgan usulni ko'rishingiz mumkin va mana shu usul o'z navbatida Ixtiyor polvonga g'alaba keltirdi va u 8-polvon sifatida chorak final yo'llanmasini 90 kilogramm vaznda qo'lga kiritdi. Belbog' kurashi bo'yicha xalqaro turnirdan tayyorlangan reportajimizni davom ettiramiz. Endi navbat 90 kilogrammdan og'ir vazndagi polvonlar bahsiga. Ahmadjon Bahromov, Namangan viloyati hakami, yon hakamlar Abduvahob Madrahimov, farg'onalik hakam. Shuningdek, andijonlik To'ychiyev, Ne'matoxun To'ychiyevlar. Mana shu hakamlar ishtirokida biz demak 90 kilogrammdan og'ir vaznli polvonlar bahsini ko'rishimiz mumkin. Mana polvonlar bilan ham tanishib olamiz. Ko'k kiyimda farg'onalik Faxriddin Boltaboyev, O'zbekistonning bir necha bor O'zbekiston chempioni, xalqaro turnirlar g'olibi. Ayniqsa og'ir vazndagi polvonlar bahsida doimo g'oliblikka asosiy da'vogarlardan biri va kurash muxlislarining sevimli pahlavonlaridan biriga aylangan. Yashil kiyimda esa Sherzod Rahimov, andijonlik yosh polvonlardan biri. Mana hakam kurashchilarni gilam markaziga taklif etdi. Endi esa biz 90 kilogrammdan og'ir vaznli polvonlar chiqishini tomosha qilishimiz mumkin. Belbog' kurashda o'ziga xos talablar mavjud. Bunda belbog'ni ushlash ham alohida mezonlarga asoslangan. Mana hozir polvonlar belbog'lardan ushlab bo'lishdi va hakam ruxsati bilan bahs boshlandi. Belbog' kurashi yangi qoidalarga ko'ra bahslar, yirik turnirlar, respublika birinchiliklari, xalqaro turnirlar endilikda 3 daqiqa davom etishi lozim. Biz kiyimlar borasida ham o'zgarishlar bo'lganligini aytib o'tamiz. Mana bu yerda ko'k yaktakli kurashchi, ko'k kiyimli kurashchi tomonidan qo'llanilgan usul
9 soniyada g'alaba keltirdi. Shunday qilib, Faxriddin Boltaboyev farg'onalik kurashchi g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. ...90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlar bahsi davom etadi. Endi esa ko'k kiyimda namanganlik Ulug'bek Rustamov, yashil kiyimda esa sirdaryolik Vahob Donoboyevlar ijrosidagi bahsni tomosha qilishimiz mumkin. Mana bahs boshlandi. Shu paytgacha o'tgan bahslar muddatdan oldin tugab kelayotganligiga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, demakki, mana shu bahslarda ham shunday vaziyatlarni kutishimiz mumkin. Mana hozir yashil kiyimli polvon yo'q. Raqibini dast yerdan ko'tara oldi, lekin yerga tashlash imkoniyati hozircha yo'qqa chiqarilgan. Ha. Hozir ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berildi. Mana bu holatda esa yo'q, har ikkala polvon ham bir holatda yerga tushganligini hakam e'tirof etdi va bu yerda hozir harakat bekor hisoblanadi. Belbaq kurashining yangi qoidalariga ko'ra ikki yonbosh bahosi halol bahosini keltirib chiqarishi lozim. Shu bois, shuningdek o'z navbatida ikki tanbeh ogohlantirishi ham pahlavonga g'irrom jazosini keltiradi. Bu esa uning raqibiga g'alaba beriladi degani. Shu bois hozircha yarim g'alaba imkoniyati bu yerda yashil kiyimli kurashchida ekanligini aytib o'tishimiz mumkin. Hakam faollikka chaqirmoqda. Albatta, suskashlikka yo'l qo'ygan hakam qoidalarga ko'ra 15-20 soniya davomida ushlash harakatida bo'lsa, lekin usul ijro etilmasa, unga albatta ogohlantirish berilishi lozim. Mana hozir bahslarning dastlabki daqiqasi ortda qolgan. Mana hozir bu yerda yashil kiyimli kurashchi yo'q. Bu yerda esa ijro etilgan usul hozir chala bahosi bilan baholandi va shunday qilib g'alaba o'z-o'zidan bekor bo'ladi. Ikkinchi daqiqa ortda qolgan bir paytda esa ko'k kiyimli kurashchida chala bahosi bor, shuningdek ogohlantirish tanbeh bor ekanligini ham eslatib o'tamiz. Ha, biroz mana shu holatda palvonlar bahsi cho'zilib qolayotganligiga ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak. Mana bu vaziyatda esa yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul chala bahosini keltirdi. Uchrashuvning so'nggi soniyalari davom etmoqda. Hozircha aytib o'tilgandek, har ikkala kurashchida ham bittadan chala bahosi bor. Yon hakamlar faollikni qo'lga olishi kerak bu holatlari, demak, o'rtadagi hakamga yordam berishga. Mana o'rtadagi hakam yashil yaktakda sust kurashganligi uchun tanbeh ogohlantirishini berdi. Yo'q, hozir harakatlarda faollik unchalik ham ko'zak tashlanayotgani yo'q. Ko'proq suyash holatida palvonlar harakat qilmoqda. Yo'q, birinchi navbatda raqibni vaziyatdan chiqara olish lozim. Ana shundagina usulni ijro etish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu holatda esa har ikkala kurashchi ham bir-biriga nisbatan yon bermaslikka harakat qiladi. Agar bordi qaysi bir kurashchi yana bir bor ogohlantiriladigan bo'lsa, demak, o'z-o'zidan ana shu kurashchi bahsda mag'lubiyatga uchragan deb hisoblanadi. Chunki eslatib o'tamiz, har ikkala kurashda bittadan tanbeh va bittadan chala baholari bor. Vaqt nihoyasiga yetdi. Mana hozir ikkala polvonda bu bahsda so'nggi ogohlantirish chala bahosi ham, so'nggi chala bahosi ham yashil kiyimli kurashchida edi. Shu bois Donoboyev bu yerda bir chala ustunligida g'alaba qozondi. Demak, 90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlar bahsi davom etadi. Ko'k kiyimda Hakim Muhiddinov farg'onalik kurashchi, uning raqibi esa yashil kiyimda Farhod Nurmatov Andijon viloyati jamoasi sharafini himoya qilmoqda.
Ha, og'ir vazndagi polvonlarning barchasi respublikamizning eng taniqli kurashchilaridan ekanligini aytib o'tishimiz mumkin. Bundan keyingi bahslarda esa yana bir farg'onalik kurashchi Bahrom Nazarov toshkentlik Zokir Davlatovga qarshi kurashga tushadi. Shuningdek, yana 8 nafar polvonlar ham mana shu 90 kg og'ir vaznda chorak final ishtirokchisi bo'lish uchun harakat qilishlarini aytib o'tamiz. Gilamda esa ikki kurashchining bahsi e'tibor qiladigan bo'lsak, biroz yashil kiyimli kurashchining vazni og'irroq ekanligi ham ko'zga tashlanadi, lekin bu yerda kurash qoidalariga ko'ra 90 kg dan og'ir vazndagi polvonlarning barchasi bir guruhga jamlanishga majbur, chunki bu yerda 90 kg dan og'ir bo'lgandan so'ng 100 kg bo'ladimi yoki undan og'irmi, demak o'sha vaznda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana uchrashuvning dastlabki soniyalari ortda qolgan, lekin hozircha dastlabki 20 soniyada ham bu yerda usul qo'llanilmadi. Shu bois ko'k kiyimli kurashchiga sust kurashganligi uchun tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Kurashimizga binoan ikkita tanbeh olgan polvon mag'lubiyatga uchraydi. Ko'p kiyimli polvonimiz bitta tanbehga ega bo'ldi. Hozircha dastlabki ogohlantirish agarda chiroyli uchish bilan g'alaba qozonmasa yutqazishi mumkin. Dastlabki ogohlantirish, lekin bu hali g'alaba yoki mag'lubiyat degani emas, chunki oldinda 2 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Harakat qilish lozim. Yo'q, sust kurashganligi uchun endi yashil kiyimli kurashchiga ham tanbeh ogohlantirishi berildi. Birinchi tanbeh e'lon qilinadi. Ikkita polvonda ham bittadan tanbeh bor. Hozircha har ikkala kurashchi bittadan tanbeh ogohlantirishni olishgan. Agar mana shu vaziyat davom etadigan bo'lsa, o'sha sustkashlik ko'zga tashlanadigan bo'lsa, hakamlar yana bir kurashchini ogohlantirishi mumkin. Bu esa o'z-o'zidan kurash bahsi nihoyasiga yetganligini bildiradi. Mana hakamlar, yon hakamlar bu vaziyatda ham faollikni qo'lga olishi lozim. Ikkinchi daqiqa. Ha, ortda qolgan vaqtlarda birgina sustkashlik deb ikkala kurashchidan ogohlantirildi. Bu yerda esa ko'k kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul chala bahosi berildi. Ha, farg'onalik muxlislar hozircha oldinda bo'layotgan Hakim Muhiddinovni olqishlashmoqda, lekin ko'ramiz bu olqish qanchalik yordam beradi. Oxirgi daqiqa davom etayotgan vaziyatda hozircha tomonlarning imkoniyati teng deb aytish mumkin. Sharhimiz avvalda aytib o'tganimizdek, bugungi xalqaro turnirda respublikamizning ko'plab viloyatlaridan to'plangan taniqli polvonlar qatorida qo'shni respublikalardan Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, shuningdek Gruziya, Ozarbayjon kabi respublikalardan ham polvonlar ishtirok etishmoqda. Qolaversa Bangladesh, Pokiston, Koreya kabi davlat polvonlari ham bugun turnirga yetib kelganligi ma'lum qildi. Ularning chiqishlarini ham biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu vaziyatda esa ko'k kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul hakamlar tomonidan baholanmadi. Ularning nazarida hozir menimcha usul gilam tashqarisida ijro etildi deb hisoblandi. Ha, biroz harakat vaqtliroq boshlanganda balkim bahs o'z nihoyasiga muddatdan oldin yetgan bo'lardi, lekin bu yerda hakamning qaroriga biz qo'shilishga majburmiz, chunki polvonlar harakat amalga oshirilayotgan paytda gilam chizig'ini kesib o'tishgandi. Ha, o'rtadagi hakam yon hakamlardan faollikka chaqirmoqda, chunki lekin mana bu yerda vaqt o'z nihoyasiga yetdi va bir chala bahosi bilan Hakim Muhiddinov farg'onalik kurashchi g'alaba qozondi. Takroriy ro'yxatda qo'yilgan mana shu usul uchun aynan hakamlar tomonidan chala bahosi berilgan edi. Gilamda esa ko'k kiyimda farg'onalik Bahrom Nazarov, yashil kiyimda esa Zokir Davlatov Toshkent shahri polvonlari bahs olib borishadi. Mana shu bahslar yakuniga yetganidan so'ng yana bir qiziqarli uchrashuvlarni biz ko'rishimiz mumkin. Toshkentlik Sherzod Mirzanov farg'onalik Anvar Abdumuminovga qarshi gilamga chiqadi. Bu ikki kurashchilarni biz respublika birinchiliklari, chempionatlari, xalqaro turnirlarda doimo shiddatli bahslari bilan muxlislar e'tiboriga tushganligini bilamiz. Shu bois qiziqarli o'tadigan uchrashuvlardan biri sifatida e'tirof etish mumkin. Gilamda esa hozircha polvonlar tomonidan biror bir usul ijrotilgani yo'q. Mana bu holatda esa yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul sof g'alabani keltirdi. Shunday qilib Zokir Davlatov sof g'alabaga erishib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi.
Navbatdagi juftlik bahslarini tanishtirib o'tamiz. Ko'k kiyimda farg'onalik Anvar Abdumo'minov, uning raqibi esa toshkentlik Sherzod Mirzanov. Demak, Farg'ona va Toshkent shahri palvonlarining bahsini tomosha qilamiz. Mana belbog' kurashi o'ziga xos talablar bor, ya'ni kurashchilar oyoq harakatlarini amalga oshirmasligi lozim. Hozirgi vaziyatda esa palvonlarning oyoqlari o'zaro yaqin kelgan taqdirda ham usul ijro etilmaganligi bois to'xtatilmadi. Endi esa yashil yaktalik kurashchi tomonidan ijro etilgan ajoyib usul Sherzod Mirzanovga g'alaba keltirdi. Belbog' kurashi bo'yicha xalqaro turnirning og'ir vazndagi palvonlar bahsi davom etadi. Endi esa gilamda farg'onalik yosh kurashchilardan biri Mironshoh Ro'ziyev. Uning raqibi esa ancha tajribali va taniqli bo'lib qolgan palvonlardan biri Oyatulla Hakimov. Og'ir vaznda, mutlaq vaznda bir necha bor respublika chempioni bo'lgan, xalqaro turnirlar g'olibi bo'lgan va bugungi kunda belbog' kurashining eng old palvonlaridan biri hisoblanadigan Oyatulla Hakimovlar bahsi. Bundan oldin bo'lib o'tgan saralash bahslarida aynan mana shu palvonlarning chiqishlarini ham ko'rganmiz. Ana shu vaziyatda Oyatulla Hakimov qisqa soniyalarda g'alaba qozongan edi. Hozir esa Oyatulla Hakimov tomonidan dastlabki daqiqalar soniyalarda usul ijro etildi va bu chala bahosini keldi. Mana bu vaziyatda esa yana 6 soniyada Oyatulla Hakimov sof g'alaba bilan g'alaba qozonib keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mana biz g'olib sportchini yana bir bor ko'rishimiz mumkin. ...90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlarning yana 2 bahsidan so'ng biz chorak finalda ishtirok etadigan barcha palvonlarni bilib olishimiz mumkin. Mana esa navbatdagi juftlik gilam markaziga chiqishga shay turibdi. Demak, ko'k kiyimda farg'onalik Akmal To'raqulov, uning raqibi esa respublikamizning yana bir taniqli palvonlaridan biri andijonlik Shavkat Omonullayev. Bu uchrashuvni farg'onalik Abduvohid Yunusov boshqarib boradi. Yana o'rtadagi hakam sifatida e'tirof etilgan, unga esa Xoldor Ergashev Toshkent shahri va Muhammad Ismoilov farg'onalik hakamlar yordam beradi. Har yili bittadan yangi mutlaq chempion bo'ladi. O'sha polvonlarimiz har yili bahslar boshlandi. Albatta bu yerda Shavkatning tajribasi qo'l kelishini biz oldindan aytib o'tishimiz mumkin, lekin kurashda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Yo'q. Mana bu harakat qilinayotgan usullar yakuniga yetgani yo'q. Suz kurashganligi uchun bu yerda ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berildi. Shavkat Omonullayev tomonidan ijro etilgan mana bu usul uchala hakam tomonidan bir holatda, ya'ni halol bahosi bilan e'tirof etildi. 24 soniyada Shavkat Omonullayev g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. ...90 kilogramdan og'ir vaznda polvonlarning nimchorak finaldagi so'nggi uchrashuvini ko'rishimiz mumkin edi, lekin farg'onalik Rustam Sodiqov jarohat olganligi bois gilamga chiqmadi. Shu bois g'alaba namanganlik Baxtiyor Bozorovga berildi. 73 kilogramda tarozdan o'tgan polvonlarimiz demak 2 davra bahslarni o'tkazib bo'lishdi. Endi esa chorak final bahslariga navbat yetib keldi. Mana kurash gilamida ko'k kiyimda andijonlik Dilshod Qambarov, yashil kiyimda farg'onalik Iqbol Mirzayevlar o'rtasidagi bahslar boshlandi. Bu yerda yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul hozircha hakamlar tomonidan chala bahosi bilan baholanmoqda. Chunki raqibini qayirish usuli bilan harakat amalga oshirildi va bu o'z navbatida yashil kiyimli kurashchiga dastlabki bahoni keltirdi. Bu esa hozircha yarim g'alaba degan natija deyish mumkin. Chunki belbog' kurashda ta'kidlab o'tganimizdek, ikki yonbosh bahosi halol bahosini keltirib chiqaradi. Mana polvonlarimiz yana harakatga kelishgan va yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan mana bu usul yana bir chala bahosini keltirdi va ikki chala bahosi bilan Iqbol Mirzayev sof g'alabaga erishib, yarim final
yo'llanmasini, chorak final yo'llanmasini birinchilardan bo'lib qo'lga kiritdi. Endi navbatdagi juftlik kurashchilarini tomosha qilamiz. Ko'k kiyimda farg'onalik Vohid Almatov, uning raqibi yashil kiyimda toshkentlik Usmon Mahamatov. Mana kurash boshlandi va bu yerda qo'llanilgan usul hakamlar tomonidan bir ovozdan halol deb baholanmoqda. Buni takror lavhada ham ko'rishimiz mumkin. Ko'k kiyimda namanganlik Mirzohid Qo'chqorov, uning raqibi esa Otabek Hamidov, farg'onalik kurashchi. Mana shu bahslar yakunlanganidan so'ng Sirdaryolik Iskandarov Fazliddin va farg'onalik Valishir Karimovlar ijrosidagi bir qiziqarli bahsni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ha, hozircha dastlabki taxminlar o'zini oqlayotganligini aytish mumkin. Hozircha respublikamizning kuchli palvonlari bahslarini davom ettirmoqda. Ana shunday palvonlardan biri keyingi davrada yo'llanmani qo'lga kiritishi mumkin. Mana bu yerda esa yashil kiyimli kurashchi Otabek Hamidov tomonidan qo'llanilgan usul sof g'alabani keltirdi va u keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi esa bahslarni Sirdaryolik Fazliddin Iskandarov va farg'onalik Valishir Karimovlar davom ettirishadi. Aytib o'tganimizdek, Valishir Karimov farg'onalik taniqli kurashchilardan 73 kg vaznda doimiy raqiblarga jiddiy qarshilik ko'rsatadigan va vaqtida respublika chempionligini, xalqaro turnir g'olibligini qo'lga kiritgan kurashchilardan. Sirdaryolik Fazliddin Iskandarov va farg'onalik Valishir Karimovlar ijrosidagi bahslarni tomosha qilyapmiz. Hozircha bir chala ustunligi bilan Sirdaryolik kurashchi oldinda borayotganligini eslatib o'tishim mumkin. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari ortda qoldi va kutilmaganda hozircha Valishir Karimov imkoniyatni boy bermoqda. Ha, mana aytilgandek, hozir ikkinchi harakat Iskandarovga yana bir chala bahosini keltirdi. Bu esa o'z-o'zidan halol bahosiga aylanadi va shunday qilib kutilmaganda Valishir Karimov imkoniyatni boy berdi va Iskandarov Fazliddin Sirdaryolik kurashchi keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Yetmish uch kilogramm vaznda ro'yxatga olingan palvonlarning ikkinchi guruhida nimchorak final bahslari davom etadi. Ko'k kiyimda farg'onalik Otabek Boybotirov, uning raqibi esa namanganlik Mirzo-Ulug' Mirzayevlar o'rtasidagi uchrashuv. Hozir mana palvonlarimiz belbog'lardan ushlash jarayonlarini o'tkazishmoqda. Ya'ni bu hakam tomonidan e'tiborga olib boriladi, chunki yana bir bor ta'kidlaymizki, belbog' kurashda o'ziga xos talablar mana shu belbog' ushlashda ham mavjud ekanligi barchamizga ma'lum. Ha? Biroz shiddatliroq boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta mana shunday shiddatli kurashlar muxlislarning ham qiziqishlariga va uning olqishlariga sabab bo'ladi. Bugun Farg'ona shahridagi yangi qurib bitkazilgan amfiteatrga to'plangan muxlislar ana shunday shiddatli kurashlarni kutib turibdi. Gilamda esa sust kurashganligi uchun ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berildi. Bu yerda esa ko'k kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul hakamlar tomonidan halol deb baholandi. Shunday qilib Otabek Boybotirov farg'onalik kurashchi sof g'alabaga erishib keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Yana bir juftlik bahslarini ko'rishimiz mumkin. Ko'k kiyimda Alisher Yunusov, qirg'izistonlik iste'dodli kurashchilardan biri, uning raqibi esa Jahongir Qambarov, Andijon viloyati palvoni. Mana shu bahslar yakunlanganidan so'ng yana ikki juftlikda uchrashuvlar o'tkaziladi va biz shundan so'ng chorak finalda ishtirok etadigan barcha palvonlar nomini bilishimiz mumkin bo'ladi.
Isoqov Sattorov. Hakam uchrashuvni boshlashga ruxsat. Endi mana ruxsat berdi va palvonlarimiz bahslarni gilam markazidan boshlashgan. Albatta qirg'izistonlik kurashchi ham bekorga kelmaganligini isbotlashga harakat qiladi, lekin andijonlik kurashchi tomonidan bajarilgan usul o'rtadagi hakam tomonidan chala deb baholandi. Yon hakamlar esa chala bahosidan ko'ra halol bahosi bu yerda ko'proq haqiqatga yaqin ekanliklarini ta'kidlashdi va shunday qilib 9 soniyada andijonlik Jahongir Qambarov tomonidan qo'llanilgan usul halol deb baholandi va sof g'alabaga erishgan polvon chorak final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Navbatdagi juftlik bahslari yanada qiziqarli o'tishini biz oldindan bashorat qilmasak-da, aytishimiz mumkinki, taniqli kurashchilar yana gilam markaziga chiqib kelmoqda. Andijonlik Isoqovlar sulolasining yana bir vakili Shuhrat Isoqov, ko'k kiyimda, uning raqibi esa qirg'izistonlik Nizomiddin Sattorov. Andijon va Qirg'iziston polvonlari o'rtasidagi qiziqarli uchrashuvlarning ikkinchisi aynan 73 kg vaznda davom etmoqda. Bunday deyishimga sabab bundan oldingi bahsda Alisher Yunusov qirg'izistonlik polvon andijonlik Jahongir Qambarovga imkoniyatni kutilmaganda boy bergan edi. Endi esa aynan ikki jamoa vakillari yana gilamda uchrashmoqda. Bu yerda hozir yo'q. Faollik ko'p kiyimli kurashchida albatta. Yo'q. Raqibini aylantira olsa-da uni tashlash imkoniyati hozircha o'ziga kelmadi va ikkinchi marta amalga oshirilmoqchi bo'lgan usul ham bu yerda nihoyasiga yetmaganligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda sust kurashganligi uchun yashil kiyimli kurashchiga dastlabki ogohlantirish tanbeh hakam tomonidan ko'rsatilmoqda. Belbog' kurashi bo'yicha Andijon o'ziga yarasha maktabga ega ekanligi barcha muxlislarga yaxshi ma'lum. Bu borada Andijonning ko'plab tumanlaridan chiqayotgan mana shunday faol polvonlar ishtiroki buni yana bir bor isbotlaydi. Mana hozir aytib o'tganimizdek, Isoqovlar sulolasining yana bir polvoni Shuhrat bu yerda harakat qilmoqda va u tomonidan bajarilgan hozirgi usul hakamlar tomonidan chala bahosi bilan baholandi. Demak, hozir yarim baho bilan Shuhrat oldinda borayotganligini aytishib o'tishimiz mumkin. Mana bu holatda esa belbog' kurashi ustasi tomonidan burash va kuch bilan raqibini vaziyatdan chiqarish amalga oshirildi va bu dastlabki bahoni keltirdi. Yoki bo'lmasa ikkita tanbeh olsa, u kurashchi ham mag'lubiyatga uchraydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib, nihoyatda ehtiyot. Uchrashuv hakami ham diqqat bilan vaziyatni kuzatib turibdi. Chunki hozirgi holatda mana shu vaziyat saqlanadigan bo'lsa, qaysidir bir kurashchiga ogohlantirish berilishi lozim. Bu yerda Shuhrat Isoqov tomonidan bajarilayotgan usulni ko'rishimiz mumkin va bu navbatdagi chala bahosi va ikki chala bahosidan so'ng sof g'alaba Shuhrat Isoqovga berildi va keyingi bosqich yo'llanmasi aynan andijonlik polvonga nasib qilganligini yana bir bor aytib o'tamiz. Endi esa Alisher Dehqonov andijonlik kurashchi va Asilbek Egamberdiyev Toshkent shahri polvoni o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilamiz. Hakam ruxsati bilan hozir polvonlarimiz gilam markaziga kirib kelishgan va risoladagidek belbog'lar ushlanganidan so'ng bahslar hakam tomonidan boshlanadi. Bu polvonlarimiz 73 kilogramgacha bo'lgan polvonlar. 73 kg vazndagi polvonlar bahsi mana aytib o'tganimizdek davom etmoqda. 3 daqiqa davom etadigan bahslarda biz polvonlarning g'olibini ko'rib olishimiz mumkin. Hozirgi vaziyatda bundan oldingi vaziyatda bajarilgan usul hakam tomonidan chala bahosi bilan baholangan edi, lekin hakamlar keyinchalik uni halol bahosi ekanligini e'tirof etishdi va buning isboti sifatida Asilbek Egamberdiyev yana bir usulni ijro etib, sof g'alabani
qo'lga kiritib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Farg'ona shahrida o'tayotgan belbog' kurashi bo'yicha xalqaro turnirining 90 kg vazndagi palvonlar bahsi bilan sharhimizni davom ettiramiz. Mana ko'k kiyimda Ulug'bek Mamatov, Farg'ona viloyati palvoni, uning raqibi esa Akmal Nosirov, Andijon viloyati jamoa sharafini himoya qilmoqda. Har ikkala kurashchi ham respublikada o'tgan qator turnirlar va chempionatlarda g'olib va sovrindor bo'lganligi barchamizga ma'lum va qiziqarli uchrashuvlardan biri aynan siz bizning nigohimizda hozir davom etadi. Ta'kidlash kerakki, belbog' kurashi bo'yicha o'tkaziladigan xalqaro turnirlarda doimo Andijon va Farg'ona, Namangan viloyati palvonlari o'zaro jiddiy raqib bo'lganligini ko'rganligimiz barchaga ma'lum. Shuningdek, Sirdaryo va Toshkent viloyati palvonlari ham bu borada raqiblaridan kam emasligiga guvoh ham bo'lganmiz. O'z navbatida Toshkent shahrida ta'lim olayotgan va Toshkent shahri jamoa sharafini himoya qilayotgan palvonlar ham mana shunday turnirlar va chempionatlarda doimo sovrindorlar qatoriga kirishga harakat qiladi. Yo'q, mana bu yerda belbog' yechilib ketdi, ha? Belbog' kurashining asosiy talablaridan biri bo'lgan mana shu belbog' hozir bu yerda yechilib ketganligi bois hakamning uchrashuvini to'xtatdi. Kurash bahsining dastlabki daqiqalari davom etmoqda va bu yerda hakam palvonlarga yana bir bor ogohlantirish berdi. Yana sust kurashganligi uchun har ikkala kurashchiga ham bu yerda tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Chunki bir vaziyatda kurashchi noto'g'ri harakat qilgan bo'lsa, ikkinchi holatda hakamning buyrug'iga bo'ysunmaganligi uchun shunday jazo berildi. Hozir esa palvonlarning dastlabki urinishlari natijasiz yakunlandi. Ya'ni har ikkala holatda ham ishtirokchilar vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilmoqda. Mana ko'k kiyimli kurashchi bu yerda raqibini ko'tarib olganligini ko'rishimiz mumkin va uning aylantirib tashlash usuli bu yerda ko'k kiyimli kurashchiga g'alaba keltirdi va ajoyib usullardan biri ijro etilganligi mana muxlislarga ham yoqib tushganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib Ulug'bek Mamatov farg'onalik kurashchi g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasiga ega bo'ldi. Ta'kidlangandek, xalqaro turnirda ishtirok etayotgan yana bir xorijlik sportchi ko'k kiyimda Muzaffar Nuriddinov. Uning raqibi esa Toshkent shahri a'zosi Zohid Ortiqovlar. Bu bahslardan so'ng esa yana taniqli palvonlar ishtirokidagi bir bahslarga navbat yetib keladi. Ixtiyor Egamov va Nuriddin G'oziyevlar ishtirokidagi bahslar ham barchaning hozir diqqat markazida turibdi. Hakam palvonlarning belbog' ishlashlariga belbog' ishlashlarini nazoratdan o'tkazganidan so'ng bahslarga hozircha ruxsat bergan. Dastlabki daqiqalardagi harakatlar esa natija bergan. Albatta, mana shu holatda 20 yoki undan ortiq soniya vaqt o'tadigan bo'lsa, hakam tomonidan qaysidir kurash, ya'ni sust harakat qilgan palvon ogohlantirilishi mumkin. Shu bois hozir har ikkala kurashchi ham o'sha faollikni yuzaga chiqarish uchun harakat qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni belbog'ni yaqinroq o'ziga tortib olish harakatida bo'ladi. Mana shu vaziyatda esa raqibini yerdan dast ko'tarish imkoniyati yanada oshishi barcha kurash muxlislariga yaxshi ma'lum. Mana yarim daqiqa vaqt ortda qoldi. Shu bois sust kurashganligi uchun ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Qirg'izistonlik Muzaffar Nuriddinov o'zaro to'y sayillarida mana shunday katta kurash bayramlarida yurtimizda o'tadigan katta kurashlarda ishtirok etadigan qirg'izistonlik palvonlar ham bugun xalqaro turnirda o'z omadlarini sinab ko'rmoqda. Mana daqiqa ortda qoldi, lekin aytganimizdek, hozircha birgina tanbeh ogohlantirishi qirg'izistonlik kurashchida.
Ha, vaziyat mana shunday davom etadigan bo'lsa, hakam yana bir ogohlantirish berishi mumkin. Mana hakam diqqat bilan kuzatib turganligidan bilinadiki, bu yerda yashil kiyimli kurashchi tomonidan surish usuli amalga oshirildi va bu hozircha chala bahosini keltirdi. Ha? Bir chala bahosi bilan endi Zohid Ortiqov oldinda bormoqda. Bundan so'ng esa Zohid Jumaqulov va Akmal Abdullayevlar bahsini biz ko'rishimiz mumkin. İkinci vaqt ketyapti. İkinci daqiqa ketyapti. 16 nafar kurashchi 90 kilogramdagi palvonlar bahsida asosiy uchrashuvlarni boshlab berishdi. Ungacha esa yana dastlabki saralash uchrashuvlarida ham 8 nafar pahlavon ishtirok etgan va ular mag'lubiyatga uchraganidan so'ng asosiy tarkibda mana shu palvonlar ishtirok etishdi va endilikda ikkinchi davrada muvaffaqiyatli o'tgan palvonlar hozir chorak final uchrashuvlarida gilamga chiqmoqda. Yana bir ogohlantirish bu safar yashil kiyimli kurashchiga berilganligini ko'rishingiz mumkin. Va mana hozir burash harakatlari har ikkala hakam kurashchi tomonidan ijro etildi va so'nggi vaziyatda mana shu vaziyatda ustunlikni qo'lga ola bilgan Zohid Ortiqov yana bir chala bahosini qo'lga kiritdi va ikki chala bahosi bilan sof g'alabaga erishganligini aytib o'tishimiz mumkin. Mana hozir hakam g'olib sportchining qo'lini baland ko'tarmoqda. Sazım.